haqiqatan olinganmi? Nima olasiz aka? Men olmayin dedim o sizga. O'chiring bo'ldi. Nima qilardingiz olib aka? 12500 ga kirdi chiqdi xizmati deydi bir kunda. Bir sroch ekan, biri bo'planchi. Ye aka. Ye. Nima qilyapsiz? Ishlaydi o'ylabman aka. Kalla ishlaydimi ish qilib aka? Qani ishlaydi? 12500 dan emas, endilikda obunachilarimiz uchun 9900 rubldan bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatlari bor. Agarda sizlarga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Haqiqatan ishlamaydi-ku. Xullas, do'stlar, siz O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston fuqarosi bo'lishingizdan qat'iy nazar bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Alloh xayringizni bersin. Mashinada 3 kunlab qiylanib borib kelgandan ko'ra bor yo'g'i samolyotda bir kunda maza qilib, komfort holatda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi. Bundan arzonini qayerdan topasiz? 9990 rubldan onalarini emsin. Bemalol yozaverasizlar. Haqiqatan olinganmi? Nima olasiz aka? Men olmayin dedim sizga. O'chiring bo'ldi. Nima qilardingiz olib aka?